Telegramda ham cho'tki qilamiz. Hali uyda dars o'tyapman hozir. Uydaman, ishxonaga borib o'tyapdik. Hozir bolalarda, yosh bolalarda ayniqsa eng kuchga to'lgan soatida 21:00. Hali hamma energiyasini sarflab, baqirib, hushtaklarni chalib, yig'laveradigan payt. Biz ham qo'shnilarda yoshlar ko'p. O'zimizda ham bor. Hali ovoz chiqib qolsa, darsni bir qismi sifatida ko'rib ketaverasizlar nasibsi. Xo'p, ovoz yaxshi bo'lsa boshladik-a? Boshladi u bo'lmasa. Bunda. Xo'p, assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xohlasa bugun It's a hotel room mehmonxonada qanaqa speaking qilishlarni gaplashamiz sizlar bilan. Men uni tashib beraman. Bir boshdan ko'rib chiqamiz nasib qilsa. It's a hotel room. Xo'p. 7 ta bo'limiz bor. So'zlar, iboralar, nutq iboralari, tayyor nutq, sahnalar, gaplashamiz, quiz va vazifa 8 ta ekan. Vazifa bilan 8 ta darsda ko'rib chiqiladigan 7 ta bo'limiz bor nasib qilsa. Zo'r narsalar o'rganasizlar bu yoqda. Uyga vazifalarda ham ayniqsa bajarasizlar. Birinchi so'zlar bilan boshlaymiz. Siz ingliz tilida biror bir mavzuda gaplashmoqchi bo'lsangiz, avval o'sha mavzuni so'zlarini bilishingiz kerak. Siz ingliz tilida biror bir mavzuda yaxshilab gaplashmoqchi bo'lsangiz, avval siz o'sha mavzu bo'yicha gapirishda so'z boyligingiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni grammatikalarni gapira olmasangiz ham, shu so'zlarni aytsangiz, javobini topish kimgadir nimadir tushuntirish osonroq bo'ladi-da. Xona va mehmonxona so'zlari. Xonada, o'zingiz xonangizda ham bor. Bu mehmonxona deganda faqat mehmonxonamiz, umuman xonada bor narsalar. Birinchisi beddan boshlaymiz. Bed karavot degani, ya'ni uni ko'pligi beds bo'ladi. Keyin sofa, divan. Karavot bilan divan farqiga borasizlar. Chair, stool degani. Table, bu ham chair, stool o'tiradigan. Table unda katta stul. Keyin yoniga coffee so'zi qo'shiladigan bor. Coffee degan so'z coffee table bo'lsa xontaxta bo'ladi u. Wardrobe degan shkaf. Ya'ni kiyimlaringizni qo'yadigan narsa shkaf deyiladi. Garderobda lamp, TV, window, key card, ya'ni kalit, towel, sochiq, chochiq yoki shower, bath, mirror. Yani mirror'da odatda ingliz tilida ikkita harflar keladi, lekin bittasi o'qiladi. Mirror deb o'qimaysizlar. Mirror. Balcony, keyingi lift, reception, swimming pool. Mana swimming pool emas, swimming pool o'qilishi. View ko'rinish, manzara degan. Bu basseyn degan, qabulxona degan, lift. Balcony, balkon, oyna, mirror, bath, vanna, dush, shower, towel, chochiq degan. Xo'p, qarang. Mana shu so'zlar bor, ustiga bossangiz aytilinadi. Shu telefoningizni ochib yoki kompyuterda ochib qayta o'zingiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, ustiga bossangiz o'qilishini ko'rib chiqing. Table, wardrobe, lampe, toshel deb o'qimangda bularni. Ya'ni dablish deb o'qilinadi-ku. Shunaqa bo'lsa kerak bu ham toshel deb o'qimang. Yo'q, o'qilishlari shu. So'zni chiroyli o'qisangiz yaxshiroq eshitilinadi. Zo'roq eshitilinadi. Endi qarang, bu grammatika, bu fe'llar. Mana bu fe'llar, ya'ni fe'l nima deganda siz, fe'l o'sha bularning hammasi verb collocations. Ya'ni mehmonxonada ishlatilishi mumkin bo'lgan so'zlarning hammasi. Umumiy formula o'tdik-ku, subject, verb, object, yana nimadir deb o'tdik. O'sha formuladagi I'dan keyin keladigan so'zlar bor. I deysiz, men deysizda. Keyin mana fe'lni bittasini yozsangiz, men mamna qilaman degan ma'noda keladi. U mamna qiladi bo'lsa, he deysizda, mana unda o'qiysiz bo'ladi. Birinchisi book a room degan joy, xona band qilib qo'yish. Bu kitob degani, kitob ma'nosini ko'pchilik biladi, lekin band qilib qo'yish ma'nosi ham bor. Keyingisi check-in degan ro'yxatdan o'tkazmoq. Mehmonxonaga kirasiz, aeroportga borasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Shu turib narsalaringizni tekshirtirib, o'sha check-in deyiladi. Undan keyin hop check out degan narsa bor. Check in ichkariga kirish, out tashqariga chiqib ketib qolish. Check out degan tashqariga chiqish. Hop. Endi
check out tashqariga chiqib ketish. Mana gaplari ham berilgan. Bularni oldidan bitta ega qo'yib qo'ysangiz bo'ldi mana. Misol gaplariga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, mana fe'lni oldidan bitta ega qo'yib qo'ygan bo'ldi. Mana fe'lni oldidan bitta ega qo'yib qo'ygan bo'ldi. I want to book a Book a room room. for 2 nights. I want to book a room for 2 nights. Ikkita kechaga men room zakaz qilmoqchiman, misol uchun. We check in at 2 o'clock. Ikkida kiramiz deyapti. Keyingisi We check out tomorrow morning. ertaga ertalab biz check out qilamiz, chiqib ketamiz. Have a shower, dush qabul qilmoq degani. Turn on, turn off, turn on yoqmoq, turn off o'chirmoq. Please turn on the TV. Turn on the TV, televizorni o'chir. Turn Yo'q. off the light, please. Turn off the light please degan, televizorni o'chiring degan. Hali speakingda mana shu so'zlar ishlatishda davomida frazalar bilan tayyor nutq ko'rinishida, shablon ko'rinishida qilganman. Siz gapirishga osonroq bo'lishi uchun. Shuning uchun yaxshilab bir boshdan ko'rib chiqing. Look out of the window. Derazadan tashqariga qaramoq degan. Derazadan tashqariga qarash, shunchaki derazaning yoniga borib, tashqarini bir ko'zdan kechirib qo'yish. Look out of the window deyiladi. Shu o'sha gap. Stay at the hotel, stay at the hotel mehmonxonada qolish. Make the bed degan so'z. Make the bed. Make the bed. Karavatini yig'ishtirib qo'yish. Karavatini bo'lmasa ham to'shagingizni yig'ishtirib qo'yish make the bed bo'ladi-da. Haligi ertalab qiladigan ishingiz make the bedga kirmaydi. Shunday turib yostiq sal teparoq qo'yib, to'g'rilab, o'rang'i chizindi, buklab bitta tep yostiq ustiga chiqarib qo'yasiz-ku. U jarayon make the bedga kirmaydi. Yaxshilab tekislab qo'yishingiz make the bed bo'ladi. Boshidan ay qo'ysangiz, men shunaqa qilaman degan. Misol uchun I make my bed every morning. I make my bed every morning. Har kun ertalab men joyimni yig'ishtiraman degan tarzimda keladi. Xo'p. Bular hammasi fe'l ekan. Nima degan fe'l degan desiz? Agar birovga nisbatan o'sha ishni bajar bo'lsa, imperativ o'tganmiz grammatikasini, buyruq gaplar qilmoqchi bo'lsangiz, shu fe'lni o'zini aytadi. Xonani band qilib qo'y demoqchi bo'lsangiz, book a room deysiz, xolos Book bo'ldi. a room. Ro'yxatda o't desangiz check in, tashqariga chiq desangiz check out bo'ladi. Yoq desangiz turn on, o'chir desangiz turn off. Ya'ni shu so'zni o'qisangiz, o'zini o'qisangiz buyruqda u. Shu so'zni o'zini o'qisangiz buyruq. Xo'p, endi agar qaysidir zamonga to'g'rilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, boshiga qanaqadir so'zlarni qo'yasiz bo'ladi. Xeshit deysiz, shuni o'qib berasiz. Endi qarang. Iboralarga kelamiz. Iboralar degani ingliz tilida shunaqa narsa borki, prepared speech degan narsa bor. Oldindan tayyor bo'lgan suhbat degan. Ya'ni siz ko'rayotgan, dahshat qilib gapirayotgan odamlar, men inglizlarda aytmayapman. Hali keyinchalik ingliz tilini o'rganib gapiradiganlar bo'ladi-ku. O'shanaqa odamlar gaplarni yodlab olgan bo'ladi. Prepared speechda. Yani ayrimlar, hammasi emas, shu ko'pchilik gapini tayyor yodlaydi, so'zlarni o'zgartirib gapiradi. Ya'ni gapni to'lig'ini yodlab olish kerak. Misol uchun qabulxonada siz tasavvur qiling, qayergadir qabulxonaga keldingiz. Qabulxona reception. I'd like to book a room please. Misol uchun. I'd like to book a room please degani men xona band qilmoqchiman degan. Yoki is there a swimming pool in the hotel? Mehmonxonada basseyn bor. Swimming pool o'rniga boyagi so'zlar ishlatsangiz bo'ladi. Is there a swimming pool in the hotel degan Is there a swimming pool in the hotel? Swimming pool in the hotel, mehmonxonada basseyn bor. What time is breakfast? What time is breakfast? Nonushta soat nechida? Mana what time is degandan keyin breakfast nonushta ertalabki ovqat degan. Ya'ni prepared speechda oldindan tayyor bo'lgan suhbatda mana so'zlarning o'rniga boshqa so'z qo'yib qo'yasiz bo'ladi. Misol uchun breakfast ertalabki завтрак degan. Obed lunch degan. Kechqurungi ovqat dinner degan. Shu lunch so'zini qo'yib qo'ysangiz obed nechida deganda. Hozir maktabdan keldingiz, tasavvur qiling. Hello mom, hello deymiz soningizga. Good morning yoki good afternoon mom. What time is lunch desangiz hayron qoladi. Hop, bolam yenisini o'rganyapti deb. Ya'ni tayyor gaplarni yodlaysiz, o'shalarni gapirib o'rganib olasiz. Bittada zo'rib ketilmaydi speakingda. Ya'ni speakingda yozma narsalarni, so'zlarni, grammatikalarni rosa o'rgandingizda, shunday bir kun ertalab tursangiz, ya'ni kirishmidi, hintlarga kirish bo'lib, inglizcha gapiradigan odam bo'lib keta olmaysiz. Mana shunaqa qisqa narsalarni yodlab turing. Keyin ingliz tilida gapirasiz. Can I have the key card please? Key card ya'ni kalt oson bo'ladimi degan. Can I have degan oson bo'ladimi degan. Ya'ni bera olasizmi? Can I have deysizda boshqa narsani ayting, misol uchun please.
Can I have your phone please? Ya'ni telefoningizni berib tura olasizmi? What floor is my room on? What floor nechinchi etajda, qaysi qavat degan. Meni xonam qaysi qavatda degan mana qabulxonaga kirib shu narsalar so'rasa bo'ladi. Keyin xonani tasvirlash. Describing the room. Xonani tasvirlash. There is a big bed in my room. Misol uchun xonamda katta karavot bor. Xonani mana o'zingizni xonangizda bo'ladimi yo umuman xonalar haqida gap ketadimi? Siz there is deb boshlayvering gapingizni. Mana narsa bor bizning xonada. Deysizda oxirida in my room degan frazani ishlatib qo'yasiz bo'ladi. Misol uchun there is a big bed in my room. Katta karavot bor xonamda. There are two towels in the bathroom. Yani dushda ikkita sochiq bor. My room has a beautiful view. Misol uchun mana uni boshqa narsaga nisbatan ishlatsangiz ham ishlatib ketaversangiz. My room has a beautiful view. Xonamda chiroyli manzara bor deng. Ya'ni shunday oynadan qaraganda zo'r narsa ko'rinib turadi. Desangiz shuni ishlatsangiz bo'ladi. The room is very clean and quiet. Xona juda toza va ya'ni tinch deng. Muammolar haqida gapirsangiz. The TV doesn't work. Televizor ishlamayapti degan. Demak, nimadir doesn't work desangiz ishlamayapti degan. Misol telefoningiz buzilib qoldi. My phone, this is mening telefonim degan. My phone doesn't work. Telefonim ishlamayapti degan. Mana shu prepared speech oldindan tayyorlangan suhbat. Ya'ni doesn't work degan joyni yodlab olasiz. Oldiga nimadir qo'yib doesn't work desam ishlamayapti degani ekan deb olasizda. My phone deysiz yoki yana air conditioner deysiz misol uchun. Refrigerator deysiz. Mana shu narsa ishlamayapti. The TV doesn't work degan, televizor ishlamayapti degan. There aren't any clean towels. Clean degan toza degan. There aren't any clean towels degani toza sochiqlar yo'q degan. Keyingisi the air conditioner is too cold. Konditsioner juda sovuq. Can you help me please? Buni xohlagan payt ishlatsangiz bo'ladi. Can you help me please degani menga yordam bera olasizmi degan tarjimada keladi. Can you help me please? Menga yordam bera olasizmi? Demak, iboralarim shulardan iborat ekan. Shuni yodlab olasiz. Endi nutq iboralari, nima desangiz, gapni boshida boshlaganda kerak bo'ladi. Boyaga narsa, big bed, soft sofa, big bed, katta karavot degan. Qarang, mehmonxona so'zlari bilan, bu so'zlar bilan qanaqa gapirsangiz bo'ladi. Xonangizga nisbatan, mehmonxonangizga nisbatan shu so'zlarni gapirib, ishlatib gapirsangiz bo'ladi. Qarang, quyidagi so'z iboralar qo'shib ko'proq gapiring. Har birini bosingda to'liq gap bo'lib eshitiladi. Ya'ni xona narsalarini gapirayotgan there is a deb boshlaysiz. A yoki n deysiz deb yo'da artikellar bilan berilgan. There is deysiz, ya'ni bor degan. There is deysizda mana uni bitta o'qiysiz. In my room desangiz men xonamda bunaqa narsa bor deng. There is a big bed. There is a big bed. Katta karavot. There is a soft sofa. There is a soft sofa. There is an armchair. There is an armchair. There is a small table. There is a small table. There is a wardrobe. There is a wardrobe. There is an air conditioner. There is an air conditioner. There is a desk. There is a desk misol uchun. Mana bunaqa narsalar bilan bersangiz bo'ladi. Endi ko'plik shakl bo'ladigan bo'lsa, ko'plikda zero deb berasiz. So, There are some towels. there are some towels. Ya'ni sochiqlar bor. There are some pillows. There are some pillows. There are some flowers. Some flowers. There are some glasses. Some glasses. Stakanlar bor degan tarjimada keladi. Hop. There are some pictures. There are some pictures. Rasmlar bor degan. Endi qarang davomidan shu siz zerani berdi, zerizni berdi. Xonada bor narsalarga nisbatan bunaqa narsa bor, bunaqa narsa yo'q deyishdi. Endi sifatlar bilan bersiz bo'ladi. I think it's very. Misol xonani tasvirlayapsiz. I think it's very degan. O'ylashimcha u juda ham clean, toza. Misol xonani tasvirlayapsiz. Yaxshi xonani. I think it's very clean. I think it o'rniga my room desangiz bo'ladi. I think my room is very clean. O'ylashimcha men xonam juda ham toza. Ya'ni bir ozoda bo'laman o'zim deb o'zingiz maqtab qolsangiz, mana shu gapni ishlatsangiz bo'ladi. I think my room is very clean. I think it's very comfortable. Juda qulay. I think it's quiet and tinch. I think it's modern. Zamonaviy xona. I think it is very modern. Yo, mehmonxonaga nisbatan I think it's very modern. Keyingisi. I think it is very big. I think it's very big. I think it is very beautiful. Beautiful. I think it is very bright. Bright, yorug'gina degan. Yo boshqa so'zlar. I think it is very expensive. Expensive, juda qimmat mehmon. Endi qarang. Mehmonxonada mana shu narsalar bor ekan demoqchi bo'lsangiz, there is a deysizda, nimadir in the hotel deb bersangiz bo'ladi. There is a nimadir in the hotel. Ya'ni mehmonxonada
mana shu narsa bor degan tarzimada keladi. Xo'p, Telegramga o'chib qoldi. Shunday kirib qayta yoqib boraman. Share screen. Yo'q, yo'q. Xo'p, endi mana nomidan cafe, car park, reception, there is a in the hotel desangiz mana shu narsalar bor degan. Endi boshlash, start your speaking. Boshida nima deb boshlasangiz bo'ladi. Xonani tasvirlashingiz kerak. Let me describe my hotel room deb boshlasangiz bo'ladi. Mehmonxonadagi xonamni tasvirlab beray degan. The thing I'd like to talk about is my room. Men gapirmoqchi bo'lgan narsa bu meni xonam. Keyingi first of all, birinchidan there is a nimadir. Mana shu narsa there is dan keyin mana so'zlardan bittasini berib yuborsangiz bo'ladi. Mana shu narsa bor. Mana there is deb gap tuzib-ku. First of all, there is a telephone yoki a warm blanket. Mana shu narsa bor. Keyingi when you come into my room degan xonamga kirsangiz you can see degan siz ko'rasiz, ko'zingiz tushadi degan. O'rtasida, ya'ni boshida shuni ishlatsangiz, o'rtasida also there is some desangiz, shuningdek yana mana bunaqa narsa bor. I think it's very. Juda ham bunaqa sabab shu. Next to degan ning yoni. Misol uchun next to big bed, katta karavot yoni, there is a nimadir desa, ikkinchi narsani berib yuborsangiz bo'ladi. In the corner, burchakda degan. Burchakda mana narsa bor. In the corner, there is masda there are sunflowers. Mana zera bilan gap tuzib-ku. In the corner there are sunflowers. Burchakda gullar bor. Keyingi oxirida that's why I like my room. Shuning uchun men xonamni yaxshi ko'raman. Yoki to sum up, my room is very comfortable. Xullas qiladigan bo'lsa, ya'ni oxirida men xonim juda ham qulay. Thank you for listening. Eshitganingizni tushunaman. So let me describe my hotel room. Xonam tasvirlab ber. The thing I'd like to talk about is my room. The first of all, there is. First of all, there is a. Boyagi That's so'zlarda why I bu like my o'qilishida. room. That's why I like my room. That's why shuning uchun ham men yaxshi ko'raman. Ya'ni xonangizni maqtadingiz, rosa qo'shib chatib, oxirida that's why I like my room deb qo'ysangiz bo'ladi. Shuning uchun ham yaxshi ko'raman xonamni. Yoki that's why I like my deysizda, men roomni o'rniga boshqa narsani bersiz bo'ladi. Hozir your father, your yoki mother, sister, brother degan mavzu gapirdingiz. Oxirida rosa maqtadingiz. That's why I like my mom. So shuning uchun ham onamni yaxshi ko'raman men. Yoki that's why I like my sister. Shuning uchun ham opamni yaxshi ko'raman men. Degan ma'noda. That's why I like degan shuning uchun ham men yaxshi ko'raman. Kim nimani yoki kimni yaxshi ko'rasiz, mana shunda bersiz bo'ladi. Yomon maqsadlar ishlatmang buni. Seni, meni degan so'zlar bilan oila a'zolariga nisbatan ishladi. That's why I like tam you demang. Like u hurmat qilmoq ma'nosida chunki u yoqda. Endi qarang davomida. Tayyorlandik. Sahnalar shart emas, ko'rib chiqasizlar. Hali receptionda xonada nima bersa aytsa bo'ladi. Boyagi frazalar to'liq aytilishi deb yozdi. Gaplashamiz deyapti. Gaplashish o'zingiz mashq qiladigan narsa. Siz uchun beriladigan qo'llanma bu. Ya'ni haligi narsalarni o'rganib, nerda topshiriq bersang, tirsot topshiriq beradi. What is there in the bathroom? Misol bathroomda nima bor? 4 ta gap ayting. Demak, nima bor deyishda there is there deb berardiga. Bathroomda nima bo'lishi mumkin? What is there in the bathroom? Say 4 sentences. 4 ta gap ayting, nima bor? Vaqtni boshlash deydi. 30 sekund ketadi timer. Shu 30 sekund tirs gapirsangiz, xulosa o'zingiz shoshilib there is yoki let me describe my bathroom deb boshlaysiz. Bathroom tasvirlaydi men deb. Xo'p. Bu yoqda gaplar. Xonada nima bor? Misol uchun sofa bor desak. Mana. There is a sofa. There is a sofa. There aren't any curtains. There aren't any curtains. Parda yo'q. There aren't any towels. Curtain parda degan. Endi quiz ko'rib chiqamiz. Xonada bitta kravat bor bo'lsa, there is bo'ladi, osongina. Xonada 3 ta stul bor. Ko'plik bo'lsa are bo'ladi, there. Keyin there aren't inkor gapda any keladi. Are there any? Keyin there are pillows on the bed. There are pillows ko'plik degani uchun some kalit, key card, boyagi so'zlarni ham kiradi. There is a window. Dush olmoq, have a shower. Xona band qilib qo'yish, book a room. Mana shunaqa telefoningizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Tayyor qilib tashlab beraman. Xonani tasvirlashni boshlash uchun qaysi ibora to'g'ri? Let me describe my hotel room deb boshlaysiz. Yakunlash uchun qaysi? Sum up, my room is comfortable. Is there a swimming pool? To'g'ri, qisqa javob qaysi? Swimming pool bormi? Yes, there is. Vanna, bath, balcony. Yangi ma'lumot qo'shish uchun o'rtada nimani ishlatasiz? Ya'ni also deysiz. Ya'ni shuningdek degan tarjima. Keyingi is bu yoqda bitta narsa bo'lgani uchun. Mana shunaqa holatda o'zingiz eshitsangiz bo'ladi.
Endi eng qiziq joyiga keldik. Tayyor nutq. Tayyor nutq degani sizga mana bunaqa savol berilsa, siz qanaqa javob bersangiz bo'ladi. Mana bo'sh joyni ustiga bitta bossangiz, xohlagan narsangizni qo'shib gapirsangiz bo'ladi. Mana xonalarni tasvirlashda shulardan foydalanasiz. Misol uchun describe your hotel room degan savol keldi sizga. Mehmonxonadagi xonangizni tasvirlab bering deyapti-ya. Mehmonxonadagi xonangizni tasvirlab bering. Xo'p, sizga kelgan bu savolda qanaqa qilasiz? Describe your hotel room. O'zini yodlab aytib bersangiz bo'ldi. Men shunday o'zi. Modulni to'ldirayotganda modul to'ldirayotganda mana shu bunday bossangiz so'zlar chiqadi. Misol uchun qarang. Let me describe my hotel room. Men xonamni tasvirlab beray. The room is on the floor deyapti. Meni xonam mana bu etajda. Qaysi etajda? Misol uchun second floor, ikkinchi etajda yoki first floor, birinchi etajda. Third floor, uchinchi etajda. Mana shu so'zdan bittasini qo'ysangiz tayyor gap bo'ladi. Let me describe my hotel room. Da tasvirlab beray xonamni. The room is on the third floor, uchinchi etaj. First of all, there is a nimadir? Nima bor? Big bed bormi, sofa bormi, karvat bormi, divan bormi, parta bormi, garderob. There is a wardrobe and a TV. Wardrobe bilan TV bor. Also, shuningdek, there are some in ko'prikda yostiqlar, sochiqlar, stullar, kitoblar, towels, pillows, yostiqlar bor. There are some pillows. I think it's very comfortable. Juda qulay o'ylashimcha because it has a nima. Ya'ni juda qulay chunki it has a nice view, ajoyib ko'rinishi bor, balcony, big window, mini fridge, kichkina qilgan big window, katta derazasi bor. To sum up, I really like my room. Xulosa qiladigan bo'lsak, yana oxirida gap bor. Indallosi men juda ham yaxshi menga yoqdi xonam degan ma'noda keladi. Xohlasangiz menday qilasizda. Shuni Let me describe my hotel boshqana room. qilsangiz bo'ladi. The room is on the second floor. First of all, there is a big bed and a TV. Also, there are some bed. Kingston, so what is there in the bathroom degan savol bor edi. Nima bor o'zi? Now let me tell you about the bathroom. Bathroom haqida gapirib ber. This is there is a nima bor? Shower, dush bor. Ana nima bor? Sink bor. Sink degan rakavina degan o'zbekchasi. Yani ruscha so'zga endi rakavina deymiz. Also there are some bottles, glasses, stakanlar bor on the shelf. Tokcha degan. But there aren't any nima yo'q. Dirty towels. Misol uchun kir sochiqlar yo'q. In my opinion, the bathroom is very clean. Bathroom juda, that's why I like it. O'shaning uchun ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ham menga yoqdi yoki degan tarjimada keladi. Keyingi uchinchi savol, describe the view from your window. Okay, tell us about the hotel. Mehmonxona haqida gapirib ber. Mana shu ustiga bosib siz variantlarni o'zgartirib gapirsangiz bo'ladi. Big mirror deysiz, window deysiz, yoki glass o'rniga towels deysiz, dirty towels, bad problems, muammo, bad smells, yomon hidlar degan. Misol but there aren't any bad smells. Yomon hid yo'q. O'zingiz xonangizni tasvirlaganda ham there aren't any bad smells desangiz bo'ladi. Ya'ni umuman xonalarni tasvirlash shuni bersangiz bo'ladi. Tayyor nutq. Uni tozalab tashlasangiz tozalaydi. Shuni qolib qilib o'zingiz bunday og'zaki gapirsangiz bo'ladi, qarab. Ya'ni mana uni bosmasdan speaking activity qanaqa qilishni tushuntiraman sizga. Chunki hadab yozaverib bu narsalarni mashq bajaraversangiz, zo'r bo'lib qolmaysiz. Odam misol uchun yugurishni zo'r qilish uchun, ya'ni yugurish bo'yicha shug'ullanmoqchi bo'lsa, yuguradi-ku. Speaking ham xuddi shunaqa. Speaking rivojlanib turmoqchimiz. Speaking qiling, ya'ni gapiring. Shuni mana u turadi sizni qarshingizda, ko'z o'ngingizda shu turadi. Keyin nima qilasiz? What is there in the bathroom degan savolni o'qiysiz. Bir avval boshidagi borib so'zlar yodlab kelish kerak. Birinchi qiladigan ishingiz. Now let me tell you about the bathroom. There is deysiz, ani so'zlarni esingizga olib og'zaki gapirib ketaverasiz. Mana unga yozmaysizda, shower deb yozilgan variant, pustoy turgan variantda. Well, there is a nimadir, and a nimadir, also there are some on the shelf. Misol uchun mana bunaqa gapirsiz bo'ladi. Now let me tell you about the bathroom. There is a window and a sink. Also there are some pillows on the shelf, but there aren't any bad smells. In my opinion, the bathroom is very clean, like very comfortable. That's why I like it. Demasdan to'liq o'qisangiz bo'ladi. Mana shower, sink, bad smells, soap, keyin modern, zamonaviy. Keyin siz nutqingizni o'qib berasiz. Now, let me tell you about the bathroom. There is a shower and a sink. Also, there are some soaps on the shelf, but there aren't any bad smells.
In my opinion, the bathroom is very modern. That's why I like it. Sizni nutqingizni o'qib beradi mana shunaqa holat. Qolgan savollarga ham xuddi shunaqa. Ya'ni shu javob berishni yodlashni o'rgansangiz bo'ldi. Oxirida vazifamiz ko'zingiz ko'rib chiqdik. Vazifa mana bularni aniq chiqing. Tayyor nutq strukturalari so'ng xonangiz, o'zingiz xonangizni tasvirlang. Mehmonxona xonasini tasvirladi degan o'zi xonani bemalol tasvirlasa bo'ladi. Xonangizda narsalarni chizing. 5 ta gap yozing zera bilan, keyin orzungizdagi mehmonxona tasvirlang. In my hotel deysiz mehmonxonada mana shu narsalar bor. Zera deb gapirib ketib qolsangiz bo'ladi. Shuni keyin mana tayyor nutqdagi speakinglarga javob berish o'rganib chiqasiz. Bu o'zi frazalar yodlang. Chunki let me tell you about my o'rni hotel o'rni my room deb xohlagan paytingizda boshqa payt gapirib ketaversangiz bo'ladi. Shular nasib qilsa bugungi o'tilinadigan narsamiz hotel xonalar haqida agar shuni yaxshilab o'rgansangiz xonalar tasvirlash haqida muammo bo'lmaydi nasib qilsa. Ya'ni yaxshi holatlar bilan o'tdik. Bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan sizlar bilan shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar deganlar.